Assalomu alaykum, Termiz uy savdosi kanali obunachilari. Demak, sizlarga bir xonalik tayyor bo'lgan uyimizni videoobzorini qilish uchun kelib turibmiz. Hozirdan bitta like tugmachasini banglatib, holiyam kanalimizda mehmonsizda bitta obuna tugmachasini ham bosib qo'ying. Demak, boshladik. Biz koridordan oshxonaga kirdik. Oshxonamizda ko'rib turganingizdek, aboylar tepasi ko'chgan. Bu inobatga olinadi. Termiz shahar 5-mikrorayon, ya'ni Piyatida 4 qavatli uyning 1-qavatda umumiy maydoni 42 kvadrat bo'lgan uyimiz sotuvda. Kirib yashashga tayyor. Yaqinda nollar remontdan chiqarilgan bitta oshxonamizda aboyi sali o'sha tepasi tushgan. Buni inobatga olamiz deb aytib o'tdik. Bitta katta xonasi. Demak, derazalar akfa, eshiklar MDF, tashqi taraflari to'liq rishotkalangan, konditsioner, xolodilnik, televizorlar qo'yilibdi. Hozirgi paytda ijarasiz turibdi. Bemalol davom ettirsangiz bo'ladi. Agar sizga uy ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bu katta xonasi edi. Keyin esa balkon. Ya'ni balkondan bitta xona sifatida foydalansa bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, balkonda ikkita deraza joylashgan. Umumiy uyimizda 3 ta deraza, uchalasi ham rishotkalangan. Uyda barcha jihozlar qoladi. Xolodilnik, konditsioner, televizor. Orientovkani tushuntirdim. Termiz shahar eski Ko'la desak bo'ladi. Ko'lan ko'chasidan 13-maktab ko'chasidan kelishda. Narxini aytib o'tamiz. Narxi 255 million so'm deb baholandi. Ozroq kelishadigan joylari bor. Sanozili birgalikda 50 litrlik aristonlar qo'yilgan. Gaz suv sevitda muammo yo'q. Demak, do'stlaringizga shu narsaga tarqatib qo'ying. Bir xonali uy so'rab yurgan tanishlarga kommentariy o'z fikrlaringizni bildirib keting.